hayot qaynab turgan top lokatsiyada zamon to'yxonani ro'parasida yo'l yuzidan ikkinchi liniyada kvadrat metri под ключ 770 AQSh dollaridan xonadon ko'rganmisizlar? Xonadonimizning territoriyasi охраняемый, juda ham go'zal va shikarniy qilib archalar ekib qo'yilgan qadrli do'stlar. Детская площадkalarimiz mavjud va xonadonimizga tegishli o'zini собственный parkovkalari ham qilingan. Xonadonimizning umumiy maydoni 156 kvadrat tashkil etadi. Duxyarusning, ya'ni duplex xonadon, birinchi qavati bilan so'kinli qavatimiz, har bir qavatimiz 78 kvadratdan iborat. Umumiy olib aytganda 156 kvadrat. Remontlarimiz необычный qilingan, patologlarga отдельный e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Kreativni yondashilgan formatda o'zimizning remontlarimiz, o'ng qo'limizda oshxona, stroyni mebellar barchasi qoldiriladi. Faqat texnikalar gaplashiladi. Har bir xonamizda sirkulyatsiyalar mavjud. Juda ham shinam, go'zal qilingan. Navbatdagi xonamiz общий sanuzelimiz, sushilkalar, уборный, vanna formatda sharoitlar qilingan o'rtoqlar. Navbatdagi xonamiz детская komnata, ikkita ordinarniy kravat bemalol sig'dirilgan, konditsionerlar gaplashiladi, stroyni mebellar qoldiriladi o'rtoqlar, отопительный sistemalar, barcha sharoitlar qilingan. Navbatdagi xonamiz zalimiz, zal ham juda ham katta, добротный qilingan o'rtoqlar, naqshligi juda ham boshqacha yondashilgan o'rtoqlar. Endi bo'lsa yana bitta fishkalardan biri xonadonimizning kirib kelishimizda zalimizning tepasida signalizatsiya ulangan. Bilasizlarmi nimaniki? Milliy gvardiyaga to'g'ridan-to'g'ri podключение qilingan. Oilalardan bexavotir istiqomat qilsanglar bo'ladi. Lestnичная zonadan tushib kelishimizda qadrli do'stlar, so'kinli qavatda kattagina xollga ko'zingiz tushadi. Open space, ya'ni studiya planirovkada qilingan. Bu yoqda bo'lsa общий sanuzelimiz, buni hozir ko'rsataman. Bu yoqda o'zini выходi, ya'ni -1 so'kinli qavatimizning o'zini отдельный входi o'rtoqlar. Endi mebel texnikalariga keladigan bo'lsa, stroyni mebellar qoladi. Mягкий mebellar, texnikalar gaplashiladi. Forchkalarimiz ham juda ham kattagina, havo aylanish sistemasi juda ham zo'r. Endi bu yoqda bo'lsa, sanuzelimiz. Уборный xona qilingan o'rtoqlar. Kichkinagina прачечный xona desa ham bo'ladi. Navbatdagi xonamiz родительский yotoqxona, juda ham unikalni yondashtirilgan remontlarimizga. Bu yerda ham forchka, konditsionerирование, havo aylanish sistemasi, отопительная sistema. Yana bitta fishkalardan biri bu yoq tarafda garderobimiz. Bu yoq tarafda o'ziga tegishli bo'lgan kichkinagina kompaktniy sanuzelimiz ham mavjud. Ushbu xonadonimizning atrof muhitiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, maktab, bog'cha, xizmat ko'rsatish, bozor, торговый sentr, biznes sentrlarimiz joylashgan ikkinchi liniyada zamon to'yxonani ro'parasida 156 kvadratga ega. Hozirgi kunda kvadrat metri 800-850 dollardan sotilayotgan bir paytda bizning xonadonimiz duplex, duxyarusning birinchi qavati va o'zini собственный parkovkalari bilan atigi 120 ming AQSh dollari belgilandi. Ya'ni kvadrat metriga 770 dollardan to'g'ri kelyapti. O'rtoqlar, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Sizlarga eng arzon obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.